Nursin nima qilishadi ya mendan? Ha, oy janob mer, salom. Nima bo'ldi? Sen qurdingmi mana buni? Nimani? Mana bu omborxonani. Aha, bu mening omborxonam. Nimaga qurding? Biznes boshlamoqchiman. Shuni menga sota qol. Sizga yaxshigina pul beraman. 3000 dollar. 3 yo'q, menga kerak emas. Men o'zim buni qurganman. Pulni nima qilaman? Sotsang yaxshi bo'lardi, lekin senga yana bitta ferma berardim bepulga. Yo'q, kerak emas. Mayli, 3000 va ustidan ferma. Nima deysan? Yo'q, kerak emas. Qo'yib ketdi, o'ylab ko'r. Yo'q. Kerak bo'lsa kelasan, kerak bo'lsa kelaman. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Lime va ko'rdinglarmi? Mer mendan omborxonamni sotib olmoqchi bo'ldi, chunki mening biznes rejam butun qishloqqa tarqab ketdi. Men bu yerda omborxona qurdim va shu omborxonani yaqinda jitellarga arendaga berishni boshlayman. Bu yerda sandiqlar bo'ladi va hammasiga ismlarni yozib chiqamiz. Mana bu devorlarda hattoki derazalar ham yo'q. Hech kim hech narsani o'g'irlay olmasligi uchun qilingan birorta ham deraza bo'lmaydi. Mana bu eshikni ham yaxshiroq temirligiga almashtiraman va qo'riqchi yollayman. Hattoki to'g'rimdagi qo'shnimni ham yollashim mumkin. U ham juda ham yaxshi odamga o'xshaydi. Qo'lda pichoq ko'tarib yurardi har doim. Mayli, tak, menga xabar kelibdi-ku. Yomon do'stlar, yomon xabarlar. Nimagadir, nima? Tak, bu yerda yozishganki, yaqinda o'yimni musodara qilishar ekan. G'alati, lekin nima uchun? Bilmadim, ammo g'alati do'stlar. Qanaqasiga o'yimni musodara qilishlari mumkin? Axir buni men do'stlar, axir merga sotishdan bosh tortdim-ku. Menimcha bu ishni mer qilgan bo'lsa kerak. Mayli, hozir o'zidan borib so'raymiz. Lekin ungacha bir ishni qilishim kerak. Aynan qor kurashim, chunki eng jonimga tekkan narsa qor. Hali ham ermadi. Yana orada yog'ib turibdi, asabimga tegib. Tak, mana bularning hammasini hozir tekislab, to'g'rilab chiqamiz va bo'ldi. Lekin o'yimni musodara qilishlari juda ham yoqimsiz xabar, hattoki qamashlari mumkin ekan ham, lekin umid qilamanki bunchalik darajada bo'lib ketmaydi va hech kim meni qamamaydi. Bo'lmasa omborxonada yashashim mumkin bo'ladi. Tak, qorni o'tib borish kerak, chunki menga qor kerak emas. Tak, kattasini yasasa bo'larmikin? Yasasa bo'lar ekan kattasini, lekin yo'q, menga bunaqa kattasi kerak emas. Chiroyli qilib qo'yib chiqaman degandim, lekin yo'q, qo'yib bo'lmas ekan. Mayli, otib yuboraman-da do'stlar. Nursin, telefon tashlab yubormaslik kerak. Telefon eng qimmat va eng kerak narsa bu qishloqda. Bo'ldi. Endi esa mana bu yerdan ham qorni kurab tashlaymiz va bo'ldi. Tak, bu yerlardan ham ajoyib. Xo'sh. Bo'ldi, yana qaysi tarafdan olsam ekan? Mana nimaga ketmayapti? Nursin, qor juda ham jonga tegdi. Qanaqasiga qutulsam bo'lar ekan bir vaqtning o'zida hamma qordan? O'ylashimcha qutula olmayman. Tak, mana bu sandiq ichida ham qor, hamma yoq qor. Axir o'tgan safar solib qo'ygandim bu yerga hamma qorlarni. Endi esa ularni yo'q qilishimga to'g'ri keladi. Hali fermaga ham qarashim kerak. Nursin, ish qilib, tak, stop, almashtirib qo'ydim. Menga temirligi kerak edi, toshligini olibman. Yo'q, qanaqa qo'ydim? Mana bo'ldi, almashtirib olamiz va bo'ldi. Temirli motiga bilan ishga otlanamiz. Iron hoy. Xo'sh, bizga qor kerak emas bu yerda. Hammasini otib yuborishimiz mumkin. Bu yerda yana qor. Nima uchun qor buncha ko'p, mayli, bo'ldi. Umid qilamanki qor bilan boshqa aloqaga kirishimga to'g'ri kelmaydi va menga hech kim qor kurashni majbur qila olmaydi. Bo'ldi, fermani hozir hamma ekinni olib oldik. Bo'ldi. Endi esa qaytib ekib chiqishimiz kerak, chunki bug'doy va kartoshka eng yaxshi sotiladigan tovarlardan. Albatta, sabzi ham bu yerda ekishadi, lekin boshqa tarafda qishloqni Maraz rayonida sabzi to'lib yotibdi. Maraz rayoniga qarashli barcha ana shu mayda-chuyda огородlarda faqatgina sabzi yetishtirishadi. Balki bitta ikkitasida kartoshka ham bordir, lekin men ko'rganim hammasi sabzilar. Bo'ldi. Endi xonim mer yoniga boraylik-chi. Nima der ekan uy haqida, shuni ham so'rab olamiz. Tak, janob mer, meni uyimni musodara qilishmoqchi, nima deysizlar? Nimaga? Bilmaysizmi? Yo'q, bilmayman. Men o'ylagandimki omborxonani beramayman deganim uchun siz uyushtirgansiz deb. Yo'q, nimaga unday qilaman? Mayli unda, g'alati. Mer tan olmayapti demak. Balki rostini qilmagandir. Jonga tegdi yana qor. Bo'pti. Asabga tegadi. Bu yerdan uyimni yo'q qilishmoqchi. Bu tarafdan mer sot deb qoldi. Nima qilaman endi? Mayli. Tak, mana bu yerlarni ham kurab tashlaymiz. Bizga bu yerda umuman qor kerak emas. Tushunursan, bo'ldi. Do'stlar, bilasizlarmi, qaniydi bu qishloqdan ketsam, shaharga qaytib borsam o'zimning uyimga, lekin afsuski bora olmayman, chunki u yerda hech narsam yo'q va bu qishloqda yangi hayot uchun yashab yuribman. Afsus, nima ham qilardik, ilojimiz yo'q. Uyimizni tortib olishsa,
Baribir ham omborxonaga ko'chib o'tishga to'g'ri keladi, lekin hech bo'lmasa omborxona bor, omborxonada yashashimiz mumkin. Hozir omborxonada polkalar qilamiz va keyinchalik bizga tosh ko'proq kerak bo'ladi-ku, chunki sandiqlarni toshning ustiga qo'yaman, polkalarning ustiga toshli bo'ladi polkalar. Ha, mayli borib yana ozgina tosh terib kelay, keyin ko'ramiz qani nima bo'lar ekan. Chunki uyimni musodara qilishsa, baribir ham shu yerga yashashimga to'g'ri keladigan bo'lsa, istamasam ham yashashimga to'g'ri keladi. Keyin tak, bu yerda ko'mir bor ekan. Ko'mirni terib olsamkin, axir terilgan ko'mirga ancha-muncha yaxshi pul berishadi. Hayronman nima uchun terib ketishmagan bu yerdan. G'alati, lekin mayli, menga ko'proq qoladi. Tak, qani hammasini ko'raylikchi, qancha chiqar ekan. 10 ta chiqsa, kamida $100 ga sotsa bo'ladi va bu yerda aniq 10 tadan ko'p do'stlar. Buni qaranglar, hozir qani chopaylikchi. Wow. To'xtamasdan chiqyapti-ku, buni qaranglar. Chin ursin. 1.12 yo'may do'stlar, buni o'zini ancha-munchaga sotsa bo'ladi. Yomon emas. Tak, o'zi ishim to'g'rimikin? Chunki menimcha bu yerda terib olish mumkin emas. Hacha ustob, axir daraxt terish mumkin. Ya'ni qishloqda yashaydigan odamlar daraxt, yer osti boyliklarini olishlari mumkin, demak. Ha, bemalol men ham teraman. Xo'sh, qani endi bizda verstak, omborxona uchun alohida verstak kerak bo'ladi. Mana shu yerda qayerdadir qoldirgandim. Mana bo'ldi. Hozir yasab olamiz va shuni omborxonaga olib borib qo'ysak bo'ladi. Mazza qilib mana o'sha yerda ishlashimiz mumkin bo'ladi. Har safar uyga yugurib kelavermasdan. Tak, hozir bu yerga mana bularni qo'yamiz. Yaxshi polkalar bor. Endi bularni terib chiqqanmiz. Chiroyli bo'lyapti, sizlarga aytsam yomon emas. Agar tepadan qo'ysak sig'may qolar ekan-ku. Bilmadim do'stlar, endi nima qilaman? Hammayli keyinchalik yana solishtirib ko'ramiz. Qani qaysi tarafdan qo'ysak to'g'ri kelar ekan. Polga qo'ysak bir qismini yana tepaga qo'ysak bo'ladi. Ha, shunday qila qolaman, lekin hozircha oddiychasiga bir blokdan turaversin polkalar. Keyin ko'ramiz. Menimcha bo'ldi. Ha, eshikni yopamiz. Ajoyib. Endi esa ancha-muncha charchab qoldim. Chunki ertalabdan beri yugurib yuribman. O'zim mer uyg'otib oldim. Meni yana uyim musodara bo'lishi mumkinligi haqidagi xabar. Mayli, hayot juda ham qiyinlashib ketyapti, lekin bir tarafdan axir shuncha ko'mirni topdim. Ularni nima qilishim mumkin? Sotishim va ancha-muncha ishlab olishim. Agarda bu rostdan ham ko'proq ko'mir chiqsa, men o'ylaganimdan ko'ra, lekin ko'rinishdan rostdan ham ancha-muncha ko'mir borga o'xshaydi. Qani bularni hozir hammasini teraylikchi, keyin hisob-kitob qilamiz. Bitta odamni bilaman, ana o'sha jitel sotib olishi mumkin bu ko'mirlarni, lekin yana bir bora o'ylab ko'rish kerak. O'zimga kerak bo'lmasmikin, agarda hali yozgacha bir necha oy bor. Sovqot qolsamcha? Yo'q, agarda kerak bo'ladigan bo'lsa, o'tin sotib olishim mumkin bo'ladi. Meni o'yim kichkinagidan bo'lsa, men sotishim mumkin bo'lgan jitel esa o'zi biladi nima qilishni bularni va albatta qimmatroqqa sotadi. Men nima qilishni bilmayman, faqatgina yoqishni bilaman. Shuning uchun ham mayli, lekin buni qaranglar, ancha-muncha chiqdi. Buni qaranglar, tugamayapti-ku. Bo'ldi. Bu yerdagi sut tugadi va oxirgi bir nechtasi qoldi shekilli. Qani mana buni ham olamiz va mana buni ham. Bo'ldim qolmadim shu bilan. Qani nechta? 50 ta jinursin do'stlar. 50 dona ko'mir tepada qolmabdi. Yo'q, jinursin. Buni kamida $500 ga sotsak bo'ladi. Naqd 500 ga desa ham bo'ladi. Hozir boramizda olish mumkin bo'lgan jitilning yoniga tezda o'tib kelamiz. Qani nech pul berar ekan bizga? O'ylashimcha yaxshigina bersa kerak. 500 desam 500 beradi. Hozir qani yoniga boramizda so'raymiz. Tak. Hozir jitel eshikni och, ko'mir olib keldim. Jitel shu yerdamisan? Jitel qanisan? Hozir uxlayapman. Chiqyapman, nima deysan? Men senga ko'mir olib keldim. Nima? Ko'mir? Buni qara. Jinursin, shuncha ko'mirni qayerdan olding? O'zim niya bog'ini so'raman. 500 ga beraman. 500 ga? Toza ko'mir. Hozirgina chopib keldim. 500 ga. Shuncha hozir senga olib chiqib beraman hozir. Davay. Do'stlar, axir aytdim-ku. Yo'q joydan $500. Da. Mana olib chiqdim. Boshqalarga sotmada yana, xo'pmi? Bilaman, senda eng zo'r tovarlar. Olishing mumkin. Rahmat. Bo'pti. Xayr. Da. Shuncha ko'mir. Xursand bo'lib ketganinchi og'zi qulog'iga yetib qoldi. Mayli, zato endi menda yo'q joydan $500 bor. Qiziq, nimaga ishlatishim mumkin? Balki o'zimga yaxshiroq notebook olsammikin, chunki juda ham yoqadi menga. Shunchaki yotib dam olib biror nima ko'rish va bu nima bo'ldi? Qiziq kitob qanaqadir. Ochib ko'raylikchi, nima yozilgan ekan qo'shnidan u yerda. Bugun sen navbating nima, qanaqangi men navbatim? Qiziq, hayronman. Qo'qa joyda. Balki buni manyak qoldirgandir. Bo'lishi mumkin. Axir uni ko'rgandim, u haqida politsiyaga aytgandi. Menda esa
va nihoyat meni orqamdan kelishdi. Ha, axir qo'shnim aytayotgan edi. Endi nima qilaman? Ey, Lime Minecraftning uyimi bu? Ha, meniki. Biz bilan yurishingizga to'g'ri keladi. Nima bo'ldi? Yuring, ko'rsatamiz sizga. Nimani? Yuring. Davay oldimizga tushing. Xo'p, mana bo'ling. Yuguring, tezroq keling. Xo'p, bo'ldi, nima vahima. Mana bu yerga tushishimiz kerak. Tushunursan, qo'rqib ketyapman. Nima bo'ldi o'zi? Mana bu yerdan siz ko'mir oldingizmi? Ha, men oldim. Ha, tushunarli. Xo'sh, sizni ishtirok qilishimizga to'g'ri keladi. Nima uchun? Chunki bu yerdan ko'mir olish mumkin emas, lekin daraxt chopish mumkin. Ha, daraxt chopish mumkin, lekin ko'mir emas. Tushunursan, men mumkin deb o'ylagandim. Yo'q, mumkin emas. Endi sizni ishtirok qilamiz. Tushundim, lekin qancha? Ancha. Ha, ketdik, qog'ozlarni to'ldirishimiz kerak. Yo'q-mayo.